9700 dan ortiq bitiruvchi. Shuncha inson orasidan bitiruvchilar nomidan nutq so'zlash uchun tanlangan yagona chet ellik talaba men edim. Sahnaga chiqayotganimda faqat o'zimni o'ylamadim. Ichimda bitta fikr bor edi. Bugun bu sahnada O'zbekiston ham turibdi. Bu mening birinchi marta chiqishim emas. Bakalavrni bitirganimda ham aynan men bitiruvchilar nomidan nutq so'zlagandim. Unda ham O'zbekiston nomini tilga olgandim. Bugun magistraturani tamomlaganimda ham yana shu ishonch menga bildirildi. Bu men uchun shunchaki sharaf emas. Bu universitetimning menga bo'lgan ishonchi va men bu ishonchni butun yuragim bilan his qildim. Har safar nutqimni bitta jumla bilan yakunlayman. Southwest Petroleum Universiteti bu mening ikkinchi uyim. Chunki bu universitet menga faqat diplom bermadi, menga bilim berdi, menga ishonch berdi, menga dunyoni boshqacha ko'rishni o'rgatdi. Bugun qo'limda magistr diplomi bor, lekin undan ham qimmatlisi o'sha katta sahnada O'zbekiston nomini faxr bilan tilga olish nasib qilgani. Umid qilamanki, mendan keyin yana ko'plab o'zbek yoshlari dunyoning eng katta sahnalarida turib, men O'zbekistondanman deb faxr bilan aytishadi. Chunki bizning bayrog'imiz ham bunga munosib.